6, 7, mana ketdi. Mana bunday aziz obunachilarimiz uchun yangi stilda katta qafaslarimizni tayyorlab qo'yganmiz. Bitta baho berasizlar. Qafasimiz juda ham mana chiroyli ko'rinishda yonib turibdi qafasimiz. Mana xonalarni hovlasi olib qo'yib, brus qilib ishlatsangiz ham bo'laveradi. Taqvodan tayyorlab qo'yganmiz. Kurtkalar mana gigantlik uchun bo'yimiz yetmayapti. Ichlarini bitta baho berasizlar, azizlar. Xo'p, uyalariga apshipka qilib juda ham chiroyli holatda tuxum yumalab ketmasligi uchun maqsadida ham chiroyli ko'rinib turish uchun apshipkalar bilan qilganmiz. Keng holatda uyalari ham qisilib qolmaydi. 35 ta jami uyalari bor va bitta parvalash xonasi bor. Mana bu yerda ham qo'shimcha uyalari mavjud. Qo'noqlari 2 qator yo'piraga tortganmiz. Va bu yerda ham mana отдельный qo'noqlari bor. Qafasimizni pollariga keladigan bo'lsak, mana konteyner bilan bemalol tepishaveradigan laminat pollarimiz. Materiallarga keladigan bo'lsak, 5 ga 5 qalin stenada temir ugonniklarimiz, zavodskiy ugonniklarimiz, setkalarga bitta baho beramiz. 5 ga 1,5 setkalarimizdan qalinidan bosganmiz. Eshiklarga отдельный baho berasiz mana bu yerda. Nerjivkalar qo'lbola qilib tayyorlaganmiz. Tagida mana sitra kaptarlar uchun kirib chiqish uchun portichkalar mavjud va bemalol qulflab uzoq safarga ketsangiz ham bo'ladi. Qafasimizni ishonchli qafasimiz va yo'llariga e'tibor beramiz. Mana MDF tekstillarimiz suv shimmaydi, bemalol moyishni ishlatsa bo'ladi. Chirpistalari mayda yo'l 0,4 qalin chirpistalardan bosganmiz. Tomlarni отдельно ajratib, ham chiroyli qilib tayyorlab qo'ydik. Oyoq roliklari ham yengil harakatlanadi. Bu yoqdan bu yoqqa jildirish mumkin qafasimiz. Razmerlar uzunligi 2,30 ga, yon tomoni esa 1,85 ni o'z ichiga oladi. Balandligi esa ko'rib turganingizdek 2,60 sm.